atiga 44.500 dollarga 6 sotiklik qurilish tugallanmagan hovli olgan bo'lamidinglar. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Tolmazorga kelganmiz. Asosiy yo'ldan 300 metr kirganda Tinch mahallamizda shu qurilish tugallanmagan hovli ko'rib qo'ydim. Mana ko'rishingiz mumkin. Hovlimiz 4 burchak qilib tushgan. 6 sotiklik. Xo'p, qurilishimizga pishig'ish, xomg'ish aralashtirib qurishgan ekan. Bu tarafda 2 xona, qo'shimcha bu yerda mehmonxona sifatida foydalansa bo'lar ekan. Xo'p. Bu tarafda ham qo'shimcha bir xona bor. Ochiq ayvon. Bu navesini ham ko'rishingiz mumkin. Baland qilib naves qilingan ekan. Podvali ham unaqa past podval emas. Podvaldan ham bemalol oshxona sifatida foydalansa bo'ladi, deyapti. Agarotimizda shunaqa mevali daraxtlari ham bor ekan. Xo'p, hujjatlaridan hech qanaqa muammo yo'q, kadastrlari chiqqan deyapti. Kommunal, gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammo yo'q ekan. Hozir men sizlarga tashqarilarini ko'rsataman. Hovlimiz mahallaning o'rtasida joylashgan ekan. Bu tarafdan ham chiqib ketish mumkin ekan. Bu tarafdan ham chiqishga yo'l bor ekan. Shahid tepadan kelish, bu ham Mirobodga ketish. Bu taraf suv yulduz. Shu yoqqa to'g'ri yurganinglarda prezdga yetmasdan, o'ng qo'ldagi mahallaga kirganinglarda keladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun shunaqa arzon bo'lgan hovlilarda qo'yishda davom etamiz.